Assalomu alaykum hurmatli youtuberlar. Salomatmisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bugun sizlarga Alp Motors kompaniyasidagi motorollerlar, ularning narxlari va ishlab chiqarish jarayonlarini to'lig'ini ko'rsatib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin like bosib qo'ysanglar xursand bo'laman. Xudo xolisa Alp Motors kompaniyasidagi to'liq ma'lumotlarni sizlarga berib o'tamiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, hozirda biz Alp Motors kompaniyasining ishlab chiqarish, ya'ni hovli sahnida turibmiz. Bu yerda 16 xildan ortiq mahsulotlar ishlab chiqariladi. Umuman olganda hovli sahni 2 gektarga yaqinini tashkil qiladi. Alp Motors kompaniyasi 2023-yilning sentyabr oyida O'zbekiston Respublikasi davlat ro'yxatidan o'tkazilgan hamda 2024-yilning 1-yanvar oylaridan boshlab o'zining ilk mahsulotlarini ishlab chiqarilgan. Kelinglar ishlab chiqarish jarayonlari hamda mahsulotlarning narxlarini to'liqroq sizlarga tanishtirib o'taman. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, eng asosiy ish jarayonlarimiz mana shu yerda amalga oshiriladi. Ko'rib turganingizdek, yuqori sifatga hamda malakaga ega bo'lgan maxsus mutaxassislarimiz yuqori darajada hamda aniqlikda svarka qilish ishlarini amalga oshirishadi. Ko'rishlaringiz mumkin, barchasi yuqori nazoratda hamda ko'rib turganingizdek jarayonlarda amalga oshirishi nazarda tutiladi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, eng asosiy kraska rang berish jarayonlarimiz mana shu yerda amalga oshiriladi. Ko'rishlaringiz mumkin, ramalarimiz birinchi navbatda svarka qilingan jarayondan so'ng tozalanadi, yaxshilab chistka qilinadi. Keyin birinchi sloy beriladi kraska, yana keyin undan so'ng yana bitta sloy beriladi hamda mana shu yerda maxsus quritish ishlari amalga oshiriladi. Ya'ni 1 soatdan 4 soatgacha mana shu yerda quritilib tozalanadi. Ranglar, kraska berish jarayonlari hammasi yuqori aniqlikda mana shu bokslarda amalga oshiriladi. Hozir obedga chiqib ketishgan edi. Tozalash ishlari bo'lsa mana shu yerda amalga oshiriladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Har bittasi mana yaqindan ko'rsataylik-da. Rang berilgandan keyin har bittasi yuqori aniqlikda tozalanadi. Ko'rib chiqiladi qanaqangi holatda. Kraska uchun agar qoldiq qoladigan bo'lsa, kraska yaxshi o'ziga olmaydi. Mana shuni oldini olish uchun birinchi navbatda 100% tozalanadi. Undan so'ng aytib o'tganimdek rang beriladi, shundan so'ng quritish ishlari amalga oshiriladi. Kraskalariga, ranglariga 100% garantiya beriladi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, mahsulotimiz eng avvalo birinchi navbatda ko'rib chiqqaningizdek svarka jarayonlari, rang berish jarayonlari hamda eng asosiy bosqichlari, ya'ni konveyer holatiga o'tkazilgan holatda to'liq yig'ish ishlari amalga oshiriladi. Bu yerda motorlar o'rnatiladi, elektronika tizimlari o'rnatiladi hamda to'liq tekshirilgandan so'ng hovli sahniga yetkazib beriladi. Jarayonni o'zlaring ko'zlaring bilan ko'rishlaring mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, tanishtirishda mana shu ikkita modeldan boshlashga harakat qilamiz. Ko'rishlaringiz mumkin, tashqi ko'rinishlari, dizaynlari juda ham a'lo darajada qilingan. Eng kichkinasi borti 90 sm ga 130 sm qilib ishlangan, 600 kg mo'ljallangan. Motor quvvatlari 130 kubali, 100 km ga atigini 3-4 litr maksimal benzin sarflaydi. Sifati a'lo darajada. Undan biroz kattaroq bo'lsin deganlarga mana 1.6 ga 1.10 900 kg uchun mo'ljallangan. Motor kubalari deyarli bir xil, yonilg'i sarflari ham deyarli bir xil. Istovchilar uchun xohlasalar borti biroz kichikroq, bo'lmasam borti kattarog'ini tanlashlari mumkin. Bu qatga ishlaydi degan mijozlarimiz uchun ushbu motorollerlarimiz asosan bozor hududlari hamda kichik bo'lgan zonalar uchun mo'ljallangan, lekin kelib ko'rsanglar bo'ladi. Sifati juda ham a'lo darajada. Bundan tashqari motorlari, sistemalari yangi avlod avtomat korobka qilingan. Pol avtomat, ya'ni oldinga yurib ketaverasizlar. Agar skorost tushirmoqchi bo'lsanglar, orqaga o'rasizlar. Bemalol ketishlari mumkin. Juda ham chaqqon modellar hisoblanadi. Narxlari keladigan bo'lsa, $1300, $1400 kelib bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Dastavka xizmatlari ham. Keyingi modellarimiz 1 tonnali modellarimiz ham bor. Ko'rishlaringiz mumkin.
1.8 ga 1.30 qilingan. Bortlari xuddi elektronik motorollerga o'xshaydi. O'tiradigan sidinlari ham juda ham keng. Balandliklari ham baland qilingan. Balonlarni ko'rishlari mumkin. 5 ga 12 maxsus Alp Motors uchun Sayvan kompaniyasidan ishlab chiqarilgan balonlar qo'yilgan. Sifati juda ham a'lo darajada. Narxiga keladigan bo'lsak, $1,700 tashkil qiladi. Telefon qilib aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Xudo xolasa chiroyli qilib beriladi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, keyingi modelimizni ko'rishlaringiz mumkin. Maxsus mashina motorligiga o'xshab ishlab chiqarilgan 4 tonna uchun mo'ljallangan 260 kubali Alp Motorsning 4 tonnali modeli hisoblanadi. Juda ham sifati a'lo darajada, tashqi ko'rinishlari, ramalari qalinligi bilan ham boshqa motorollerlarimizdan ajralib turadi. Eng birinchi sotuvga mana shu motorollerimiz chiqqanida sifati a'lo darajada, qo'sh balonli ham bortlarni ko'rishlaringiz mumkin. Aytib o'tganimdek, 2 ga 1.4 qilib ishlangan, bemalol 4 tonna yukni olib keta oladi. Buni sotib olgan mijozlarimizdan ham ko'p so'rovlar bo'lgan, ya'ni qanaqa holatda ishlab yuribdi, qanaqa holatda yuryapti degan savollarimizga ham ijobiy javoblar berishgan. Hozircha kamchiliklar bo'lgani yo'q. Eng ko'p sotib olganlar mijozlarimizdan Qashqadaryoga, Buxoro, Samarqand tomonlarga sotganmiz, ya'ni eng og'ir yuklar bilan tosh uchun ham o'zini yaxshi ko'rsata olgan motoroller hisoblanadi. Narxiga keladigan bo'lsak, hurmatli kuzatuvchilar, narxi $2,600 tashkil qiladi. Narxi yuqori ko'rinishi mumkin, lekin sifati shunga yarasha aytganingizni qiladi. 4 tonnagacha bo'lgan hamda 4 tonnali yuklarda indamasdan olib borib kelish imkoniyatiga ega. Kelib ko'rsanglar bo'laveradi. Telefon raqamlaringizni pastga yozib qoldiraman. Xo'p, keyingi modellarimizni ko'rsatib o'tishga harakat qilyapman, hurmatli kuzatuvchilar. Ko'rishlaringiz mumkin, bu modelimiz ham mana har bitta motorollerimizda bort ostki qismida ramalarda mana shunaqa berkalari bo'ladi. Bu modelimiz ham 2 tonnali modelimiz ekan. Bu samasval hisoblanadi. Ya'ni 2 tonna yukni bemalol yuklab to'kish imkoniyatiga ega. Hozir bortlari biroz qotilmagan holatda turibdi, lekin kesalarini sizlarga a'lo darajada sifatli qilib mana shu yerda o'zimiz chiroyli qilib beramiz. Motorlarni ham ko'rishlaringiz mumkin. 2 kubali bo'ladi, maxsus ishlab chiqarilgan motoroller hisoblanadi. Ya'ni 2 tonnani bemalol yuklaysizlar, bemalol to'korasizlar. Bortlari 2 ga 1.35 qilib ishlangan. Magnit oladigan mijozlarimizga magnitollari ham bor. Har bitta motorollerimizda ko'rishlaringiz mumkin, tablolari ham juda ham chiroyli qilib ishlangan. Bak sig'imlarimiz 18 litrdan oshiqni tashkil qiladi. Kelib, ko'rib, xarid qilsanglar bo'laveradi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, mol qo'y tosh uchun mo'ljallangan model so'ragan mijozlarimiz uchun ko'rishlaringiz mumkin. Orqasida maxsus ramalar bilan birgalikda ishlab chiqarilgan 2 tonna yukni bemalol ko'tarib olib ketadigan Camel modelimiz bor. Narxi $2,000, motor kubalari 200 kubali. Simi chiqib turganiga ahamiyat bermaysizlar. Biz akkumulyatorlarni yangi qo'yib beramiz. O'shaning uchun simini barqa chiqarib berganmiz. Akkumulyatornikini eski akkumulyator berilmaydi. Xo'p, bortlarning chuqurliklarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol mol qo'yni yuklab olib ketishlaringiz mumkin. Asosan qo'y tosh uchun mo'ljallangan. Endi kichikroq buzoqchalarni ham toshib olib ketsanglar bo'laveradi. Borti shunga yarasha uzun qilingan, 2 ga 1.35 qilib ishlangan. Bakoylari ham ko'rishlaringiz mumkin. Yon tarafda ko'rish uchun bemalol ixtisoslashgan, ya'ni rolda o'ziga o'rnatilmagan. Ikki chetiga biroz chiqarilgan holatda qilingan. Ramalari ham qalin. Balonlari tag ostida ko'rishlaringiz mumkin. Qalin qilib ishlangan. Undan tashqari ranglari bor, rasvetkalari. Xo'p, qizil ko'rishlaringiz mumkin, vayniy rang hamda seriy ranglarda bo'ladi. Undan tashqari, hurmatli kuzatuvchilarimiz, 3 tonnali modellarimiz ham oddiylar bor, ya'ni samasval bo'lganlari hamda samasvalligi bor. Ko'rinishlari tashqi jihatdan hammasi deyarli bir xil, hamda qo'shimcha samasvalida va maxsus korobkasida farqi bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, oddiy 3 tonnali yuk ko'taradigan motorlarimizni oddiysining narxi $2,200, yuk ko'taradigan hamda ag'darib to'ntaradigan samasvalli modelimizning narxi bo'lsa $2,600 tashkil qiladi. Kelsanglar xursand bo'laman. Xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beryapmiz. Bundan tashqari ko'rishlaringiz mumkin, assortiment juda ham ko'p. Maxsus pol kabina original modellarimiz ham bor. 2 tonna yuk ko'taradi. Borti 1.30 ga 2 qilib ishlangan, 1.35 ga 2 qilib ishlangan. Oldi oynalari ham juda ham baquvvat qilib ishlangan. Mana bemalol urib tekshirib ko'rsanglar bo'laveradi. Sifati juda ham a'lo darajada. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $2,400 tashkil qiladi. Ko'rinishlari, baquvvatliklari bilan juda ham ajralib turadigan model hisoblanadi. Bundan tashqari, maxsus ko'rishlaringiz mumkin, to'liq kabinali motorollerlarimiz ham bor. Narxi $2,600, motorlari 250 kubali bo'ladi. Borti 1.35 ga 2 qilib ishlangan.
ichki taraflarini ham ko'rishlaring mumkin. Ichki taraflarida ham tashqi dizaynni maxsus magnitolalari bemalol video ko'rib ketsanglar bo'laveradi. Chip qo'yiladi. Korobka peredachalari ham oldinga o'rib ketilgan holatda ishlaydi. Yonilg'i sarflari, hop, 100 kilometrga bularki ham 6-7 litrda tashkil qiladi. Istovchilar uchun maxsus pol kabinalarimiz ham bor. Hozir bu yerda oldi chiroqlari qo'yilmagan holatda turibdi. Narxlari $200 dan, bundan ham kelishtirib tushib beraveramiz. Bemalol mana shu yerda turgan Motorola'larga qo'ydirsanglar bo'laveradi. Ya'ni ochiqlariga oldidagi qo'shimcha komplektatsiyalarni o'zlaringizga qo'lingizga topshiramiz hamda buni o'rnatib beramiz. Kuz, yozgi oylarda, ya'ni issiq havoda mana shunaqa ochiq holatda yursalaring, kuzgi yomg'irli havoda to'liq mana shunaqa kabinali holatda yursanglar bo'laveradi. Hozir men sizlarga eng asosiy yana bitta Motorola'mizning narxlarini ko'rsatib o'taman. Tashqi dizaynni ko'rishlaring mumkin. Ko'rinishi juda ham a'lo darajada qilib ishlangan. Oldi biroz tirnalibdi, buni uncha zararli joyi yo'q. Narxlari keladigan bo'lsa, narxi $5000 dan bemalol telefon qilsanglar bo'laveradi. Sifati a'lo darajada, salonlarni ham ko'rishlaring mumkin. Uncha mashinada yo'q maxsus sidinalar bilan jihozlangan. Boshqaruv panellari, magnitolalari, tablolari ham elektronik bo'ladi. Agar yoqib ko'rsatsa, hozir o'chib turibdi. Понижение, повышение sistemalari hammasi bor. Burchi chetki qismida maxsus ventilyatsiya, tepasida loklarigacha ham bor. Motorolerda yo'q narsani o'zi yo'q. Ramalarni qalinligini ham qo'lda. Hurmatli kuzatuvchilar, juda ham qalin qilib ishlangan maxsus tokni uzib ulagich sistemasi ham hozir uzilgan holatda turibdi. Orqa resorlari ham eng qalinlari qo'yib ishlangan. Mahsulotning sifatiga bir gap bilan aytganda umuman gap yo'q. Ko'rinishi, tashqi dizayni, sifati juda ham a'lo darajada. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bugungi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Men deyarli 16 xildan ortiq mahsulotni ko'rsata olmadim, sababi eng hadavoylari bu yerda sotilib tugab bo'lgan ekan. Bemalol aloqa telefon raqamlarimizga telefon qilsanglar bo'laveradi. Yana ham to'liqroq ma'lumot bera olamiz. Bu yerda eng kichkinasi 600 kg dan boshlab 4 tonnagacha bo'lgan modellar bor. Istasanglar 3 tonnali, 3,5 tonnali, samasvalli yo bo'lmasam oddiylarni sotib olsanglar bo'laveradi. Telefon raqamlarimizga telefon qilinglar. Eng to'liq ma'lumotlarni sizlarga yetkazib boramiz. Xudo xolasa, bundan ham yaxshi Motorola'larni sizlarga taklif qilib olamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.